Nik. Hozir. Assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum. Kasbimni kiyayotganimning sababi tashqarida hali yaxshigina issiq 40 daraja adashmasam, lekin ichkarida yaxshigina salqin havo. Bu albatta Sevinch to'yxonasining o'sha konditsionerlari, muzlatish tizimi yaxshi ishlayotganidan darak. Demak, O'zbekim Show guruhi bilan birgalikda Sevinch to'yxonasida bugun xudo xolasa zo'r ajoyib to'yni guvohga aylanamiz. Kelin-kuyovimizga baxt tilaymiz. Allaqachon mana shohona bo'lgan yo'lakchalar, qizil yo'lakcha deymizmi? Xullas shunaqa yashillik, ko'rkamlik, bahorni eslatuvchi ajoyib manzara. Hammasi kelin-kuyovimiz uchun. Xalqimizda yaxshi kunlar bo'lsin. Sevinch to'yxonasidagilar doim xizmatda. Kuzatishda davom eting, ajoyib lavhalarni taqdim etishda davom etamiz. Boringizga shukur. Sevinch deya nom atalgan ajoyib kattakon saroyimiz bugun har kungidanda o'zgacha fayzli. Boisi ikki xonadon ahli, Xotamovlar hamda Baqoyevlar uchun eng unutilmas ajoyib oqshom hisoblanadi. Boisi xonadonda farzand dunyoga kelib, o'sib ulg'ayib, bugun jonajon yurtimizning yana bir baxtli oilasini tashkil etayotgan Mirolimjon Mohinurga ikki dunyo baxt va saodatini tilaymiz. Kelin-kuyovimiz kelgusida otalik, onalik baxtiga muyassar bo'lsin. Ikki yosh qo'sha qarib baxtli, saodatli bo'lsin deganlar davramizda bo'lsa, bitta qarsaklarni ayamaymiz kelin-kuyovimizdan azizlar. Tinglaymiz. Undan so'ng esa go'zal xush navolarni, ajoyib qo'shiqlarni ishoning, shu kelin-kuyovimizni tavalludlari ota-yu onajonlarga qanchalik quvonch bag'ishlagan bo'lsa, bugungi sanamizni, bugungi har bir daqiqamizning har bir soniyasi o'sha quvonchdan kam emas. Yaratganga shukr, yillar o'tib bir pasda o'ylar qutlug' bo'lsin, to'ylar muborak bo'lsin. Quchoqlashib ko'rishamiz, siz uzoqqa ketmaymiz, boisi oltin kadrlarga muhrlashimiz. Do'stlar, to'yimizni deyarli yakunlamoqdamiz. Hozir mana kelin-kuyovimiz shirinliklarni kesib, onajonlarga, yaqin insonlarga ulashmoqda. Kelgusi hayotlari shirinliklardan ham shirin bo'lsin. Kelin-kuyovimizni yangi hayot ostonasiga kuzatib qoldik. Sevinchda bo'lgan ushbu to'ydan ayrim lavhalarni e'tiboringizga havola etdik. Kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr, keyingi videolarda bundan-da yorqinroq, bundan-da ko'proq yoritishga harakat qilamiz. Hammaga omad, obuna bo'ling, like bosishni unutmang. Yaxshi niyatlarda yana yangi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.